Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana biz navbatdagi fayz xonadonga navbatimizni o'rnatdik. Kimga shunaqa navbatlar, toklar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, tanishtirib o'tamiz. Navbatimiz 100% profil mahsulotlardan tayyorladik. Navbatimizning ustunlari 8x8 profildan qo'yildi. Xorilariga 4x4 profilga ikkala listdan lazer qilib gul chiqarib qo'yganmiz. Burchaklariga navbatimizning firmalari 4x4, 4x2 profilga esgullar qo'yib, ramashka gullar qo'yganmiz. Firmamizning oralari 1.20 ga qo'yildi, baquvvat bo'lishligi uchun. Tepedagi shaddalari har 50 santiga qo'yilgan 3x2 profil. Yog'ingarchilik qor bo'lganda navbatimizni kraskaga bo'yaganmiz. Ramashka gullarni tillarang qilib. Navbatimiz narxi kvadrat 360 mingdan qilib berdik. Navbatimiz 16 ga 530 joyga tushdi. O'sha summasi 29.600.000 pul bo'ldi. Kimga shunaqa navbatlar, uzuntoqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, like bosib. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.